Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bugungi ustanovkamiz Qo'shko'pirda Kenakas. Bugun zo'r ma'lumotlarni tushuntirib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Qani, kelavering. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ish avjida, ishson zo'r. Mana bu yerda falon Ish bilan har nafas bo'lib, ishlayapmiz hozir. Men o'tsakim bu videoni avvalgi safar bir ma'lumotli video qo'ydik. Bu safar yana shunday ma'lumotli video qo'yapman geldi. Bo'ldi. Ish ma'lumot kerak. Endi qarang. Masalan, ayol kishi ovqat pishirayotgan vaqtida kafani qarindan yuvadi, yog' soladi, boshqa qiladi. Keyin ovqat pishirgani bo'ladi-ku ko'rinadi. Ya'ni notekman, makiyaj va patologik shu ko'rinishi qistirish jarayoni chiqib qoladi. Ha, siz aytganingizdek, ovqat pishib tayyor bo'lgandan keyin patolog bitsa, necha boshlanadi deyapsiz. Ama shuni aytayman. Birinchi javob kelganimizda qozon qaraydi dedi-ku, bolalar aslında birinchi javob qanaqa qaraydi, nega, nima kerak? Vazir ko'chish kerak, gitsa qardim. Aslında o'zlarida anketasida bordan, shundan qaraydilar bir qadar nega sizligini. Vazir qo'yiladigan bo'lsa, bolalar bir qadar kiyimni almashtirib, robot ishini yerda vazir ustanovka etib, eng past urinni tabarlarimiz olgan ish o'g'limiz, eng past joyisi orientirimiz baland joyisi. Hozir patolog markazida gap ketdik. Avon tarafda где-то 22 cm, 20 cm ko'na patologlar bo'lmadi shunisi. Ben tarafda 6 cm eng past joyisi. Avval ikki patologda peripod bo'lgan. Shuni lazer qo'yib urgan o'g'illardan urganga qarab tortdilar. Hozir aboy tortgan vaqtida hamma yuz bir kilo turadi. Hozir aboyni bon tarafida bir gul ko'rinib, ara tarafida ko'rinmay qolib boshqa ketmaydi-da. Qish bo'lib turmaydi, tep-tekis bo'lib turadi. Aboy uchun ham foydali. Aboy uchun ham foydali. Ham keyindan pekik yapıştırgan vaqtida chiroyli turadi, tep-tekis hamma yer deb deb qolmaydi. Hozir pekik yapıştırgandan keyin pasayib qolmaydi, ha? Yo'q. Pasamaydi, normal. Hozirgi vaqtda normal, uyga tez qizdiradi. Hozir qishligini yaxshi. Ham jihat bor, ertanom bo'ladi. Hozir ko'proq sot bo'lmaydi. Saygini aytganimda o'tkazib turadi. Bu bir. Savolimizga qaytadiganimizda birinchi vazinni qo'yib turib, bagetni qataradilar. Keyin 4 devoldan olib turib, sentrini qabatlar lustra uchun. Lustra joyiga krючокni qo'yadi. Asfalt lustrasi krючок qo'yadi. Patologni lustra bo'ladigan bo'lsa, o'zini oyoqlarini zirib qo'yadilar. Gavaga bo'ladigan bo'lsa, gavaga uchun to'g'rilaydilar. Duş gerekmedi, tamam mı? Yere geçseniz, ustanovkiler yanına geçseniz duş gerekmedi. Sama sabah yunus var. Derler. Bir soru oldu bana işte. Mesela baget olaykelliğini özüm. Evet, şimdi de işine girene git şunun olaykelliğini. Şunu bir aboneçilerimize düşündürüp ötkenlerimize üstüne koyla kaldı. Baget, devala katradan aldığımız profilimiz plasmastan bulunuyor. Bunu alüminyum profilim, plasmas filizden var. Plasmas filizi hadaoy ve yani 100 lira normali. Ama figura acayip başka bir ağızda. Çini oy. Patolog hemen deseler, devaldan çıkıp duran patolog burada 5 cm, yok 3 cm çıkıp duran devaldan patolog burada girip içine girikler doğru. Çine oy burada, sayarla patolog burada. Kaputlu, ona peki yapıştırılmadı, mesela sanki koyuladı, sivil, yanıp duradı. Paris'te patolog burada, patolog özü durgan neyim yok duradı. Şunun için işletildiğin profiller var, elimi yıkıyla var. Ama bu sistemde bir duranı. Bunlar kımmat güler mi? Ama bundan kımmat güler ağlar. Doğru. Şuların bu paket normal yok. Pekek yapıştırılan yere mi buladı? Arkadaşlar pekek yapıştırıp mıydı? Zaten o bize Paris yoktu. Tamam bizim halkımız aboya tamam pekek yapıştıramam dedi. Bunu sevmeyemez. High-tech usulda zaten adamlara tavsiye edemez mesela. High-tech'e pekek yapıştıramıyordu. Bu acayip kurtardı. Tünerli. Herhangi bir bagetli mesela ters kıstırsa. Arayın baştan. Sen baştan doğru gelir hem yerine. Yani şunda en birinci özüne koyuluş uslubu var mı bana? Ama o. Bu zaman bagetini katırganına gelen savala kapı gitti. Bagetini ters katırsa farkı var. Çünkü bagetini için yakvalda var değil mi? Görünüşü. İban tarafı arkası bu yüzü. Yüzü tarafını devola kadar koysanız patolog giriyor altı çişleşmeli. 8 bakandan gidip bir de size. Ama bagetin arkasında özün deyişi var. Patolog giriyenden geçti deyişi ben çişleşik olsa gerek. Zaman kukalettiler. Şu çıkarmayın duradı değil mi bana ki? Kim bırak olalı? O bagetini kaydadan katırsı gerek var ki. Minet vardı o. Bırak bu muydu? Prosto minet. Yeşil bal kaydadan katır. Minet vardı. Lişi minetten valla vakit gitti dedi. Klientin vaktini alıp koyarlar. Misal için klientsizi 2 saat 3 saat biledi. 2 saat bu bitemezse vakit tutsun.
2 saatda bo'laman deysizlar, lekin 3 saatda bo'lasiz. Kreditni bir vaqtida o'g'irlaysizda. Ne ay çekim, natyajı patolog için belek kullanılamıyor, baget için belek kullanılamıyor. Yo'q. Klient misol uchun klientga kelganingizda, falonson po'g'ada gaplashsangiz, ustaxisi, rasxodi, samariyazlari, geldi gitti, misol uchun 2 marta kelib ketishimiz mumkin. Svet bo'lmay qolishi mumkin. Ba'zi joylarga boramiz, davlat tomonidan svet o'chadi, remont bo'lib turadi bir yillarda. Svet o'chadilar, geshga oltidan keyin ham deydi. Azonda 10da 10:30 qarab o'chadi misol uchun. Bir rayonni o'chib qo'yarlar bu. Bizga vaqtida keldik. Ozgina yerni paketini qatirdik, bir xonani yo ikki xonani. Parol tartamizni ham vaqtimizda svet o'chib turadi. Bizlar pushkamiz основной tok bilan ishlaydi bu ham parafon ham tok. Bu pushkada основной gaz bilan ishlaydi, lekin ventilyator aylanib gaz itarib berish uchun reduktorlar tok kerak. Toksiz bo'lmaydi. Ko'p hollarda dijok topiladi, topilmagan holatda hozir kelib ketamiz 2-3 marta. Hozir kelib ketganlarimiz ham o'zi shu ichida. Patolog bitsa lyustrani ham shu ichida iste'mol ketamiz. Agar lyustrani kelib qo'ysalar, yo'q, lustra bepul emas. O'rnatib berish bepul. Bu hozir klientlar ko'rib lyustrani o'chakka deydi, mushmasmi? Lustra o'rnatib berisham bepul. Bu ne iş beceredi bu? Bu narsa yandan bana qaratib bu propon balon. Slangi bilan o'zida reduktori bor. Arqa pushka. Gazni ventilyatorga aylanib yuzaytirib, podolga itarib beradidan qizdirib. Ochiq turgan tarafini qizdirib, tartib boradi. Qarang, bu ina pushkangiz natyajı podolga zarar yetkazmaymi? Yetkazadi. Nechasangiz yetkazadi degan savol tug'iladi. Podolog bir joydan qarab turamiz. Chunki 75-80 gradus issiqlik beradi bu. Bir yana vaqtida. Bir joyga qarab tursangiz, sho'rni yoqib beradi. Shuning uchun ham bolalar ahamiyat bersangiz, ishlab turgan yerda pushkani olib borib kelib turadi bu. Bir joyga kelib qizib ketmasligi uchun da ravnaverni ham meni bir xil qizdiradi, tartib topolmay ansat bo'ladi, ham chiroyli bo'lib chiqadi. Ben o'yladim, buni issiqlik bergan vaqtda ichlarida bo'yim ekan deb o'yladim, keyin masalan qarang, natija bu pushka secha unda tartib bo'lmaymi? Tartib bo'ladi. Lekin devorni olib boramiz. Doğru. Chekelab turadilardan ko'rib. Yana bir yeri bor, patolog yirtish mumkin. Chekelab sovuq holida yozgi kuni bo'lmaydi, qo'ydan qishni kuni bo'ladi. Qishni kuni patolog dum turgan holda bo'ladi. Qizdirmay turib tortilgan patolog ko'parib chiqadi. Shunda bu natijani olib borib devorga taqishsa bu yordam beradi. Havo pushkasi ishlab bo'lmaydi. Natijani patolog uchun eng birinchi yo'q, eng birinchi instrumentlaridan biri pushka. Pushkasi yo'q, natijachi yo'q. Bor, garelka bilan ishlaydigan bolalar bor, misol uchun. Hozir men yomon go'rsalar, garelka pushkadan zo'rda, lekin men o'zim yengilli garelka bilan ishlamayman. Bundan narsa u. Garelka deb chiqqan o't yanadi, o'zasiga bilan yoqadi. O'zini reduktor nalari bor, kraniklari bor o'zida. U asosan karakterni yopishirish uchun uzilganmi? Ishlab chiqarilgan narsa. Ichak üstüne karakter yaptırış için. Şu garelka o't, buniki o't beradi, lekin prosta o'tda ham o'tni o'zini beradi. Emas. Unda ishlashni aytib ko'plar borsa garelkada ishlamaysizlarmi? Garelka yaxshi tok yo'q edam ichak kiraveradi deydi. Uni plyus tarafi shunda. Tok yo'q taraf edam ichak kiraveradi. Kurgaz balon bilan garelkada unda. Gaz balonlarni kuychab kiraveradi. Tok kerak deydi. Tok shartlar. Tok shart emas, lekin minus tarafi faqat bir joyni qizdiradi. Boy köpüğüne kızıp verdi. Boy köpüğüne kızıp verdi. Evet. Şimdi bunu karanlık her zaman hala yerinden kısıp gidiyorsam ya savol verdim. Yine şu savol kaydamız ya özünü kısırıp. Ya misal üçün birinci olup özünüzle muas hukukunlu kıdırıp alasınız. Misal üçün bir de evvel Facebook'a hazır şöyle Facebook'un takdirde birinci olup belki hukukunlu kıdıranlık keyin belki hukukunlukladı. Keyin bu hukukunlukladı keyin peşeyanlıkladı. Çünkü peşeyanlığı koru bulma iki hukuk buladı da onda. Ki birinci on tarafını keyin çap tarafını takip koyuyor. Özünüzle qarab, özünüzle qaysi hukuk muas bo'ladigan bo'lsa shunda ishlanadi. İki birinci hukuk keyin bu taraf gorizontal taraflardan keyin üçüncü hukuk keyin yaşatdığını gorizontal taraflar. Keyin o'zingizga yaqin tarafdan yo misol uchun qaysi taraf mos kelsa shuni taqib ko'rasiz. Yaxshi yeyishi kerak. Azam bilan yetirib turishi kerak. Onda turadi hozir yaxshi. Hozirgi boladan dirmalab 10:30-11 turadi. 12dan turadi. Qiymatni qo'ysangizlar, biray. Navro'zbekni bizani mobilografimiz bor. Shuni g'iybat etib o'tiribmiz.
Shunda restoran kıstırdık. Restoran bepul eşitlerlerdi. Yo'q, restoranni o'rnatib berish bepul. Yaşım ben şimdi giderim bilinmedi. Halk böyle böyle okşayın. Bilmem xalqni o'ylayman. Shunda biz ham xalqni xizmatida xalqni o'ylab turibmiz-ku. Evet. Shunda Xizmatlaringiz bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Pastda nomerlarimiz yozilgan. Instagram profillerimize, Telegram kanallarımıza abone olup esden çıkmasın. Yine sizlere bu videomuz faydalı oldu diye ümitlemiz. Bu videonu Xudo xolasa devam ettiremiz. Çünkü natijopatologda her xil tasavvur eden insanlar var. Mesela ben özüm bunun material ekenligini bageta katırışı, ki bunu hep tartılış, onu oylamayan eken ben de. Yana bir o'zini aytmay o'tib ketdik biza. Devorlar baget katıramiz, lekin patologdan chetini ham garpun yopishtiriladi. Garfonu neydi? Garpun ya'ni patolog aytdim-ku, zamog'i bo'ladi dedim-ku. Evet. Zamog'i ilishib qolish uchun qo'yadigan narsa. Patologni o'zi plyonka deyim bo'ladi. Yonboshidan utiklab yopishtiriladi. U holatda bo'ladi. Bageta kirgandan keyin shu holatda qolib ketadi. Bundan tekis patolog bo'lib ketadi. Natijopatolog hech qanday zarari yo'q ahvojni. Yo'q, o'zi shuvash bilan natija patolog bo'ladi. Bo'lmasa oddiy plyonka u. Shu bilan Shuvash qo'yilib, taxlangandan keyin natija patolog haline keladi. Tushundim. O narsani o'zlarimiz yapıştıramız axuna. Bu sexda, Yani sexda o'zlarimiz. Mənəm bu adamın aynısı işte. Sen çıxaşada. Yine faydalı bo'lgan bo'lsa, ma'lumotimiz foydali bo'lgan bo'lsa, yaqinlarga ulashib qo'yinglar, ular ham bilsin. Yani bu obunachilarimiz uchun ham, ya'ni ustanovchilar uchun ham yaxshi. Misol uchun toza boshlagan bolalar bor ko'pchiligi. Ular uchun ham yaxshi ne bo'ladi. Bilmagan o'zingiz bo'lsa. Şu, özü bu kontentlar şu için başladım. Mesela ustanovchilar, mesela kuzatilardi-ku mesela. Ne iş etərini bilməyən vaxtında, yani biz yəni videomuz mənfəətli bolsa, nə düşəlim yaxşı deb oyladılar. Üçün birdən aslan-aslandan şunu faydalı məlumatlarını köp qoyub baramız. Yaxşı. Üçün sizlərdən podдержка, like basınlar, komment öyrənlər.